Hurmatli onalar, qizingizni faqat farzandim deb emas, uni shaxs sifatida hurmat qiling. Uning his-tuyg'ularini, tanlovlarini, fikrlarini qadrlang. Chunki bugun siz uni qanday qabul qilsangiz, u o'zini ertaga xuddi shunday qabul qiladi. Agar siz uni doim tanqid qilsangiz, boshqalar bilan solishtirsangiz, jamiyatdagi qoliplar bilan o'stirsangiz, u o'zini kelajakda faqat kelin yoki faqat tug'adigan ayol sifatida ko'radi. Ammo siz uni eshitishni bilsangiz, hissiyotlarini hurmat qilsangiz, bir kun kelib o'zini anglagan, qadri baland ayolga aylanadi. Shunda u bir kun kelib turmushga chiqqanida "Men kimman? Nima uchun bu dunyoda yashayapman?" deb izlanmaydi. Chunki bu savolni sizning javoblaringiz orqali his qilib ulg'aygan bo'ladi. Yodda tuting, qizingizni bugunoq hurmat qilishni boshlang. Sizning kelajak avlodingizga eng katta sovg'angiz shu bo'ladi. Hech qachon o'sish va rivojlanishdan to'xtamanglar.